Video boshlanishdan oldin kanalga obuna bo'lib, videoga like bosib qo'ying. Ushbu modlarni siz mening Telegram kanalimdan topishingiz mumkin. Qalb bo'lmasa ketu. Yo, hammaga salom. Sizlar bilan Liancho Minecraft. Bugungi videomizda Bedrock Edition uchun bo'lgan top 5 ta modlarni ko'rib chiqamiz. Video boshlanishdan oldin kanalga obuna bo'lib, videoga like bosib qo'ying. Qani bo'lmasa biz ketu. Bu modlarni siz mening Telegram kanalimdan topishingiz mumkin. Telegram kanalim video opsiyasida yoki bo'lmasa kommentariyada bo'ladi. Bu modlarning barchasi 1.9 versiyadan balandroqga tushadi. Bundan pastida tushmaydi. Bu mod suv qilishga juda ham asta o'tadi. Bu mod bilan daraxtlarni chopganda daraxtlarning hammasi tushadi. Bu mod rudalarda ham ishlaydi. Okay. Masalan, temirni yoki oltinni yoki almasni qilganda. Mana ko'rishingiz mumkin, temirni qazyapman va hammasi tushyapti. Bu temirni ham qazyapman. Birdaniga bu mod o'yinga uchli qurollarni qo'shadi. Yana bo'lsa AKM, M249, yana boshqa qurollarni qo'shadi, to'pponchalarni ham qo'shadi. Bu modda o'ynab siz do'stlaringiz bilan o'tishmalar qilsangiz bo'ladi. Yana seriallar ham olsangiz bo'ladi. Bu modni o'rnatib Minecraftingizga o'ynang va do'stingiz bilan kezga o'ynang. Bu modda siz turli xil aslaqalarga ega bo'lasiz. Ya'ni moblardan, instrumentlardan, bundan tashqari pechkadan ham yasab olasiz. Bu mod mening YouTube kanalimda chiqqan, o'tib tomosha qilishingiz mumkin. Top 4-modimiz sizning Minecraftingizni juda ham realistik qilib tashlaydi. Ya'ni Minecraftdagi daraxtlaringizga yanada tekstura qo'shadi. Mana bu junglga o'xshagan. Bu daraxtlarda juda ham tekstura, realistiklik bor. Mana bunday toshli qo'yalarni ham qo'shadi o'zida mod. Bu modni o'rnatib o'ynab ko'rishingizni tavsiya etaman. Mana nihoyat top 5-modimizga ham yetib keldik. Bu modimiz horror mod bo'lib, buning nomi Dwellers 2.1 modi deb ataladi. Bu mod o'yin atmosferasini juda ham o'zgartiraveradi. Bu modda moblar emas, sizdan ovlaydigan mavjudotlar bo'ladi. Bu modda Herobrine, Goatman va boshqa mavjudotlar bo'ladi. Bu mod Minecraft modlari ichidagi eng qo'rqinchlisi deb bilaman. Agar bu mod sizga qiziq bo'lsa, mening Telegram kanalidan o'tib bu modni yuklab olishingiz mumkin. Yuragi bo'shlar bu modni o'ynamasin. Stop. Siz YouTube kanali ochdingiz. Videolaringiz uchun qayerdan sifatli prevyular topishni bilmayapsizmi? Unda sizga Abdurauf okamizni tavsiya etaman. Abdurauf okam sizga chiroyli sifatli prevyular tayyorlab beradilar. Abdurauf okamizni qayerda topaman deb o'ylagan bo'lsangiz, kommentdagi silka orqali kirib, o'zlarining Telegram lichkalariga o'tishingiz mumkin. Yoki bo'lmasa, pastdagi nomerlar bilan aloqaga chiqishingiz mumkin.